Assalomu alaykum. Sig'roqmi shu? Sovuq ekan. Bo'ldi. Salimjon akaga kim bo'lasiz aka? Men jiyanlariman. Jiyanlar, ha? Mana mulkxona xarajatlariga ozgina pul kerak bo'lyapti. Bir $1000 atrofida bo'lsa kerak, taxminan. Hozir men jiyaningiz ham o'sha yerda turibdi. O'zlaringiz bera olasizlarmi shu pulni? Berasizlar, ha? Qolgani bo'lsa, aka, mana davlat tomonidan O'zbekiston fuqarosi bo'lgani uchun hozir davlat byudjetidan migratsiya polniy O'zbekistonga yetib borgungacha xarajatlarni hammasini to'laydi-da. Qilamiz, aka. Xudo xolasa uzoq bilan chorshanbaga ketib boradi. Chorshanbaga soat 1:30 ga Toshkentga yetib boradi. Kunduzga, ha. Bu shanba bo'lsa, chorshanbagami? Ha, endi seshanbaga ham harakat qilamiz omma, shoshiltirib. Ha. Keyin aka, nima? Toshkentda xalqaro aeroport bor, orqasida kargo bo'limi bor. Islom Karimov nomidagi Xalqaro aeroporti orqasida kargo bo'limi bor. Kargo yuklar keladi. Ashadga borib turasizlar, odamlar kutib oladigan joyga emas. Telegramdan yozib qo'ying. Salom, assalomu alaykum yozib qo'ysiz, men sizga hozir hujjatlar tashlayman, faqat o'g'linikini tashlab berasiz. Xo'p, aka, kelganiga necha yil bo'lgan Koreyaga? 17 yil bo'lganmi? Endi bunday bo'lgan o'sha biznes bilan borib 1-2 yil qatnab yurgan, bir oy qilib. Ikki adashmasam 2012 yo'q 2013 shuna qolib ketgan bilan qaytgan bo'lganda. 2013-yili yo 2012-yili qolgan, o'shandan beri bormagan. Tushunarli. Hozir endi maytda, pasportini ham sinovga o'tib ketibdi-da. Endi uni o'zi bunaqa pasportdan vatanga qaytish guvohnomasini qilish uchun endi elchixonadan yordam so'raymiz, tezlatib qilib berishadi uni ham. Endi o'sha ham bir kun vaqt olib qolsa, aytayapman, o'sha hisobini olib chorshanba kuni mo'ljallayapmiz, deyapman. O'shanga aka, xullas bunday narsa, bitta g'assol topib qo'yasiz, o'sha o'zlaringiz mahalladan. Biz bu yerda yuvib kafanlaymiz, lekin baribir yuvib kafanlangandan keyin odam mana yeb, ichgan narsalari u 40 kungacha axlat bo'lib chiqib turadi-da. Biz bu yerda yuvib kafanlab, g'usul qildirib, tayyor qilib kafanlab jo'natgan taqdirimizda ham u yoqqa borguncha tahorati sinadi baribir. O'shaning uchun bitta g'assol aytirib qo'yasiz. G'assolga 99% ishi yo'q o'zi. Shuni ustidan suvni quyadi-da, cho'miltirib, anaqa suvni quyib turib, tahorat oldirtirib qo'yadi, tamom. Hali o'tirmaydi, juda qiynalib. Kafanini yangilab qo'yadi. Shunga aka, endi chorshanba kuni soat 1:30 ga O'zbekistonda shu Toshkent xalqaro aeroportiga borib turaverasizlar. Keyin mulkxona xarajatlarini mana jiyani oldimda turibdi. 1 million won atrofida chiqsa kerak, balkim 1,5 million won. Nimaga biz chorshanbagacha batta turmasin, o'zimizni mulkxonaga olib ketaylik deyapmiz-ki, o'sha kuniga 120 mingdan yozsa ham 4 kunga nechta pul yozib yuboradi-da. O'shaning uchun. Endi keyin yana bitta narsa, men hozir O'zbekistonda bitta insonni sizga O'zbekiston raqam beraman. O'sha raqamga aloqaga chiqasizda, o'g'li telefon qiladi, o'sha 11-sinf o'g'li. Telefon qilib turib, meni dadam Koreyada vafot etdi. Koreyadan O'zbekistonga dadamni mayitini olib kelib berish uchun, xarajatlari uchun moddiy tomondan yordam beringlar deb, men bergan nomeriga telefon qiladi. Keyin u odam aytadiki, o'zingga yaqin deydi, mehnat birjaga borib bitta ariza yozib ber, tamom deydi. Masalan, siz hozir Namanganliksa, Namangan shaharga borib turib, shuni mehnat birjaga kirasiz, o'zi aytadi qayerga borishni. Borib turib, mana shunaqa, men ariza yozgan keldim desa, arizani shunday yozadi, tamom, ish bitdi. Keyin bu yoqdan men qilayotgan ishlarim uchun pul olmayman. Bu xarajatlarda, buni marhumning xarajatlarini davlat o'zi davlat byudjetidan mana jo'natish firmasiga tashlab beradi. Sizlar bir tiyin pul sarflamaysizlar. Bu ham o'zi bir qancha 6000, 7000, ba'zida 9000 dollarlar ketib qoladi-da. Endi o'zlaring bitta narsa aka, men aytib qo'yish vazifamda. Mana hozir ishni boshida turibmiz. To'g'rimi? Ishni boshida turibmiz. Hali hech kim yaqa-baqa ketgan yo'q. Endi melisa olib ketaveringlar degan qog'oz berdi.
aka bu ishni ustida men deyarli 9-10 yildan beri yurganim uchun aytib qo'yish vazifamda. Yana bitta narsani aytib qo'yay. Har bitta odam vafot etganda o'sha vafot etgan joyiga srochniy qo'yilishi kerak-da musulmon odamni. To'g'rimi? Bilasiz. Aytmoqchimanki, mana shu odamni hozir siz o'sha qarindosh urug'ingizni orasiga bitta savol tashingki, Asha Avazbek degan bola o'sha yerga qo'yaveraylik deyapti. Afzali shu ekan, hadisga muvofiq uyida o'sha yotgan joygacha qabri kengaytirilar ekan. Dinimiz marhumni qiynab O'zbekistonga olib kelishdan qaytarar ekan. O'sha Avazbek shuna dedi, shunga nima deysizlar deb qarindosh urug' kattalarga shunday savolni tashing. Biz endi 21-asrda birovni otasini, birovni erini o'zimizdan o'zimiz olib borib o'yga qo'yib qo'ya olmaymiz-da Koreyadagi yerkovlar. O'shaning uchun iloji boricha tushuntiramizki, masalan siz hozir aytishingiz mumkin menga, Avazbek bilmasdim-ku, to'g'ri aytyapsiz. Agar shunaqa bo'lsa o'shga qo'yaveringlar desangiz, biz qiynalib o'tirmaymiz. Shuni olib borib, mashhadda ham imom bor, mashhadda ham jamoat bor, janoza o'qib o'sha yerga qo'yib kelamiz joyiga-da. Endi marhum uchun eng yaxshisi mana shu. Men aytayotgan variant. Lekin bizni johilligimiz, ilmsizligimiz uchun bizga hali do'mpay turgan bir joy bo'lish kerak. Hali enasi, o'g'li borganda o'shani ko'rish kerak deydi-da. O'zi asli noto'g'ri-da u narsa. Hech qaysi masalan o'sha tarixdagi sahobalarda ham hech kim Samarqandda o'lgan ekan, Marg'ilonda o'lgan ekan deb Madinaga ko'tarib olib ketishmagan-ku issiqda, to'g'rimi? O'shaning uchun aytmoqchi bo'lganim, musulmonmizmi, mana shu tomonlarda ham haligi dinimiz nima deydi degan joyga ahamiyat berib qo'yishimiz kerak-da. Meni vazifam, meni bo'ynimdagi vazifa. Erta qiyomat kuni siz aytishingiz mumkin, Avazbek bilmasdim, o'shanda aytganingda shu ishni o'sha yerga qo'ygan bo'lardik-ku, sen aytmagansan deb meni bo'ynimdan bo'g'asiz-da. O'shaning uchun men bo'ynimdan sog' tiqib qo'yapman. Siz o'sha temani hozir siz ham o'zingizdan o'zingiz javob berib yubormangda. O'sha oilani, qarindosh urug'ni kattalariga shu mavzuni tashing. Qatdan bilasiz, odamlar mana tem bo'lisizlar tomonidan ancha dindiyonatli, haqiqatda bu bir eslatma bo'ldi. To'g'rimi aka? O'sha yerga qo'yib yuboraylik, nima qilamiz? Marhumni qiynab, boshqa qilib desa, nur ustiga alo nur bo'ladi. Marhum uchun bu juda ham katta plus bo'ladi. Shunga aka, mana shu tomonini siz so'rab surishtirib bering. Keyin ana olib ketish xarajatlarini aytdim. Davlat to'lab beryapti. Biz duo qilib qo'yasizlar bizni. Chorshanba kuni agar olib kelinglar desa, chorshanba kuni, seshanba, chorshanba uzoq bilan yetib boradi. O'g'lini nomiga xuddi pochta, mana pochta jo'natgansiz-ku, jo'natuvchi bo'ladi, oluvchi bo'ladi. Men jo'natuvchi bo'laman, o'g'li oluvchi bo'ladi. Meni ma'lumotlarim bilan o'g'lining ma'lumotlari kiritiladi, faqat o'g'liga beradi. Aeroportga ammasiman, xolasiman, tog'asini, jiyaniman desa ham, yo'q, deydi, meni qog'ozdagi odam oladi deydi. Shu o'g'liga beradi, faqat hech kimga bermaydi. Endi g'assol masalasini aytdim. Biz batda yuvib kafanlaganimiz bilan bu yoqqa borib baribir taorati sinadi. Baribir bitta yana taorat g'usul qildirib qo'ysa zo'r bo'ladi. O'zini anaqasiga, janozasiga, namozga g'usul bilan, taorat bilan chiroyli bo'lib chiqadi. Endi yana gaplar bo'lsa aloqadamiz aka, siz menga shuni so'rab bering. Shetga qo'yamizmi yo olib ketamizmi? Men qo'yaman dedi birinchi o'zi. Maylis qilib tashing, o'rtaga o'sha nimani oilani kattalariga tashing shu mavzuni. Keyin menga kutib turaman aka, 10 minut 15 minutda javobini aytib yuboring. Men bitta nomeri makin bitib berasizmi yana? Qanaqa nomer? O'g'illari Toshkentga telefon qiladigan nomer beraman dedingiz-ku. Ha, men sizga SMS qilib yuboraman hozir. Hop, sog' bo'ling. Hop, bu kishiga gapirdim, sizlar ham tushundilaring, to'g'ri. Shu aka, bo'lmasam shunday qilamiz, bo'lmasam bu bizga, u sizga. Uyi nima bo'ldi? Uyi narsalari nima bo'ldi? Narsalarini nechta so'mka? hozircha o'sha kiyimlarni o'zini soldik, bitta so'mkaga. Bitta so'mka bo'ldimi? Ha, yana endi qayta shunday narsalar bor. Rushnoga o'xshagan so'mkaga sotdik. Uni solganimiz yo'q. Ha, biz hozir uni marhum bilan birga jo'natsak yuklarini qimmatga tushib ketadi. Uni kargo-pargodan jo'natib yuborsangiz arzonga tushadi aka. Ha, ketayotgan odamga mana olib ket. Ha, birortasidan so'mkaga shunday solib berib yuborasiz. Shu o'zi gaplashib turarmidilar. Aloqa bormidi? Qarindosh urug' bordi keldi. Uyimiz bitta bo'ldi. Aywa. Bilmadingizmi? Qanday bilib qoldingiz vafot etganini? O'sha
kun oldin gaplashuvdik. Ha. O'sha ko'rishib gaplashganmiz. Uni ertasi kuni o'sha bir joyga borib keldim men. Kechki payt o'sha kelib kirsam agar shunaqa holat bo'ldi. Kech payt nechida? 6:30 atrofida edi. Ha. Keyin menga kech telefon qildilar-da, 8dami, qancha 9dami? Mandoq chaqirib keyin qildi. Ha. Mana men oshxonada nima qilib tursam telefon keldi. Haligi ham qishlog'imda kattaroq yosh kattaroq aka borda, ibodatga. Telefon qilib Murodjon tez yetib kelgin dedi. Men zarur bo'lsa endi oshxona kechib ketsa nimaroq bo'ladi-ku. Yurdim. Ha, tishlayman aka desam, Salim akam ozgina ko'karib qolibdi degandan keyin yugurib ketdim-da. Tashqarisam ukam mashinada yondirib o'tirgan ekan. Keyin to'g'ri bordik, kirsak, o'sha holat Durust. nima o'sha jon uzilib ketganiga ancha bo'lgan ekanda. Mo'ljalim yo ertalab sahar ertami yo bo'lmasa kecha kuni kechqurun kechasi bo'lganmi? Endi unisini Oxirgi marta qachon ko'rdingiz aka? O'sha bir kun oldin obedda ko'rib gaplashganman. O'sha Biror joyim og'riyapti devdim. yo'q. 3 kun 4 kun oldin şeyda birga osh yeganmiz. Aytdi. Şeyda osh yeb nima qilib dadam yaqinda keluvdilar, bir 3-4 kun bo'ldi, men farzandli bo'ldim. Dadam aytdilarki, xayoliga kelganda o'sha o'tgan kunlar ertalab dadam aytdilarki, Salimboy chiqmadi-ya, ko'rmadim. Dadingiz xayoliga kelib qoldi. Ha. Dadam aytdilarki, Salimboy ko'rmadimi? Bir ko'rishim kerak edi dedilar. Havsoqdan dedim, biz ammam o'g'illari bor-da, o'sha kishiga telefon qilib, Salimboy akamga telefon qilaylik. Chiqsinlar, hali ko'rishib nima dadam so'rayaptilar desam. Ha bo'pti dedilar-da, u kishi telefon qilib, nima, telefon ko'tarmayaptilar. Mo'ljalim dam olyaptilar shekilli degandan keyin bee'tibor bo'ldik-da. Birinchi bo'lib kim kirdi oldiga? Birinchi Men. sizmi? Shuni uxlayapti deb o'yladingizmi siz? Ha, qo'yatlar deb qarasam endi sal ko'karib qolgan ekanlar. Sразу bildingiz. Hech qatim og'riyapti ham demasdi. Yo'q. Ishlashi ham yaxshimi? Baquvvat Ha, odam. baquvvat odamlar. Rasmda ko'rdim, normal baquvvat odam Ha, ekan. normal. Keyin bitta Yaxshi bola edi. SMS yozyapti menga. Anaqa birga ishlagan ekanmi, nimadir qilgan ekan u bola. Aka dedi, bu aka bilan dedi biz birga ishlaganmiz. Nima ish qilgansizlar desam, nima dedi, menga aytuvdi, siz kimdir qarindoshiman ham dedi shekilli o'sha odam. Aytdiki, ko'pchiligiga bir 20 ming dollarmi qarz ham berib yuborgan mashatdagi odamlarga dedi-da. Ko'chada haqlari bor edi dedi. Haqlari bor edi deb aytishdi-da. Shunga hayron bo'ldim. Endi aytib qo'yishga, chunki Lekin xabarim yo'q. chunki aka mana shunaqa o'zlaring mendan yaxshi bilasizlar. Koreyada yurgan odam xotiniga ham oldi berdisini aytmaydi-yu. Masalan, boshqa shaharga ketgan bo'lishi mumkin u odam, sen o'lganini eshitmay qolishi mumkin, masalan, haligi qarz bor odam. To'g'ri. Shuning uchun mana videoga bekorga olayotganim yo'q. Nimaga? Chunki mana shu odamni haligi tirikligida rasmi yo'qmi dedim-ku, sizlar tashlab berdilaringiz. O'shani ham qo'yib turib qo'yib qo'yamizki, agar shu odamda kimnidir haqqi bo'lsa, kimnidir qarzi bo'lsa, mana shu bolani nomerini yozib qo'yaman, jiyani ekan. Bemalol aloqaga chiqinglar-da, haqqi bo'lsa beringlar. Qarzi bo'lsa ham agar chek, pek, ana uni nimalarni olib kelsalaring, dokazat bilan bu ham kattalarga mavzu tashlaydi. O'sha maqsad ana shu marhum, ana shu qabrda ana qarzi borligi uchun qiynalmasin degan ma'noda aytilyapti bu narsalar. Ular tushundilaring, agar kim ko'rayotgan bo'lsa, shundan haqqi bo'lsa, shu maytdan qarzi bo'lsa, siraz aloqaga chiqinglar oilasiga. Xo'p, endi aka uyda nima yukini aytdim, kargodan jo'natib yuborasiz. Bo'ldi, bo'lmasam hozir nimani mashinani chaqiramiz. Siraz keladi aka, bugun o'zida olib ketsin, chunki morgxona bu pul yozib yotibdi-da hozir. Bu aytyapti, Samangchindan so'ni olib jo'nat, keyin mashina jo'nataman deyapti. Bo'lmasam hozir morgxonaga borar ekanmiz aka. Morgxonaga borib Samangchindan so'ng olib tashlasak, keyin mashina kelar ekan. Tushundim. Bo'ldi. Yaqinmi morgxona? Ha, şeyda mana. Necha kilometr? Kilometr emas. Yo'q. 500-400 metr. Piyada borsa ham bo'lar ekan. Boshida boraveramiz, bizniki hammasi. Ha, bo'ldi. Ketdik. Birinchi borib kelaylik, keyin bemalol mashinani chaqirib qo'yib ovqatlanamiz.